Kirsovun qanaqa foydasi bor? Yuz terisiga, yuzingizda husnbuzarlar bor, siz kirsovundan foydalanyapsiz va ugringiz ketarmish. Lekin bu g'irt bo'lmagan narsa. Ko'pchilik shunaqa fikrga boradi, hozirda ham bor shunaqalar, yo'q deya olmayman. Chunki kommentariyada ham menda ko'pchilik kimdir muammosini yozsa, kirsovunda yuvsin, kirsovunda yuvsa ketadi deyshadi. Lekin kirsovun qanaqa xususiyatga ega? U ishqor. Oddiygina ishqor. Terini ustki qavatini quritadi, lekin terini tagida bo'layotgan infeksiyalar, bakteriyalar tarqalishini hech qanaqasiga boshqara olmaydi. Terini tagida bu muammo ketaveradi. Terini ustki qavati qurigan hisobiga ko'pchilik o'ylaydi, terim yaxshi o'zgaryapti, tuzalyapti, ugrilarim ketyapti deb o'ylaydi. Lekin infeksiya tarqalib boraveradi. Uy sharoitida o'zingiz bilgancha har xil davo usullarini tanlab davolagandan ko'ra mutaxassisga murojaat qilib davolanganingiz to'g'ri.